Qalampirmunchoq har bir oshxonada bor. Qalampirmunchoqning bech foydasi: birinchidan, hazmni yaxshilaydi, ovqat tez hazm bo'ladi. Ikkinchidan, oshqozondagi og'riq va gazni kamaytiradi. Uchinchidan, ichakni tozalaydi, yengillik beradi. To'rtinchidan, jigarni faollashtiradi, toksinlarni chiqarishga yordam beradi. Beshinchidan, immunitetni kuchaytiradi, tanani himoya qiladi. Oshqozon ichak trakti uchun qalampirmunchoq eng yaxshi tabiiy yordamchilardan biri hisoblanadi. Hazm fermentlarini ishlab chiqarishni rag'batlantiradi. Oshqozonga tushganda so'lak va hazm qilish shirasi ajralib chiqishini ko'paytiradi. Bu ovqatning tez va to'liq hazm bo'lishini ta'minlaydi. Qalampirmunchoq ichaklarda hosil bo'lgan gazlarni haydash va qorindagi noqulay shishlarni, sanchishlarni kamaytirish xususiyatiga ega. 3-4 dona qalampirmunchoqni 1 stakan qaynagan suvga solib, ustini yopib 10 daqiqa damlang. Bu choyni ovqatdan 30 daqiqa oldin ichish hazm qilishni yaxshilaydi va ortiqcha ovqatlanishdan himoya qiladi. Kimlarga mumkin emas? Oshqozon yarasi, gastritdan aziyat chekuvchilarga, homilador va emizikli ayollarga. Bu oddiy ziravorni to'g'ri damlab ichsangiz dori emas, davo bo'ladi. Sog'lig'ingizga vaqtida e'tibor bering va menga obuna bo'lib qo'ying. Eng zo'rlari hali oldinda.